Nega ayollarga alohida proktologik markaz kerak? Statistikaga ko'ra, 70% ayollarda homiladorlik, tug'ruqdan keyingi og'ir yuk ko'tarish, kam harakatlik, surunkali qabziyat, surunkali diareya oqibatida turli xil proktologik kasallar yuzaga kelishi mumkin. Lekin ko'pgina ayollarimiz erkak shifokor oldida noqulaylik sezish, ko'ruv paytida qo'rquv hisobiga shifokor huzuriga bormaydi. Mana nima uchun ayollarga alohida proktologik markaz kerak. Bizning klinika O'zbekistonda yagona ayollar uchun ixtisoslashtirilgan proktologik markazdir. 16 yillik tajriba, og'riqsiz ko'rik, maxsus diagnostika, zamonaviy davolash usullari orqali dardingizga malham topasiz, noqulaylikni unutasiz. Aziz ayollar, sog'lom va xotirjam hayot uchun biz bilan bog'laning. Manzilimiz Namangan tumani, Eshabod MFY, Qorasuv ko'cha, 16-uy.